Yolg'on shunaqa narsaki, kelayotgan barakani to'xtatadi. Endi to'xtatganda ham ba'zi bir insonni o'zinikini to'xtatib qo'ysa, ba'zi bir insonni farzandini ham, nabirasini ham, chevarasini ham to'xtatib qo'yadi. Farzand endi mehnat qilib, mashaqqat qilib, qiynalib pul topaman deb kechasi kunduzi uxlamaydi-da, qiyomat kuniga borganda, "Ey Robbim, men shu hunarni kechasi kunduzi qildim, birim ikki bo'lmadi" desa, "Otangni yolg'onchiligi tufaylidan sendan barakani olib qo'ydim" deydi. "Yo opoqingni yolg'onchiligi tufaylidan sendan barakani olib qo'ydim." Ana Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhularni nimasida yolg'on narsa bo'lmaganda, barakani Alloh taolo shu darajada berdiki, umrlari mobaynida 4 marotaba hech narsa qolmasdan ihson qilib yuborganlar. Oxirgi ihson qilishlari deyiladi, Makkadan chiqqan karvonni boshi Madinada, oxiri Makkada. Avvalgi tuyani dumiga keyingi tuyani tumshug'i tegib turadigan darajada-da. Tepasida to'liq mol matosi bilan. Aytadilarki, Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu Xudoning yo'lida ihson qildilar. Madina-i Munavvarada Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhuning ihsonlarini ushamagan qo'l, kirmagan hovli qolmadi deydilar-da. Tasavvur qiling, bitta katta shaharga ihsonlari yetib bordi deydilar. Yana bir tuzni yo bir narsani olib u shahardan bu shaharga sotib, yana ko'payib ketaverdi. Endi barakani nimasida nima aytiladiki, baraka nima desa, ishlatsa ham tugamas debdilar. Ishlatsa ham tugamas, agar tugasa ham o'rni yo'qolmas debdilar. Hozir bir topayotgan pulimizni bir ishlatib ko'raylik-chi, ha? Yanaga oylik olguncha qarab turilibdi-da. Nimaga desa baraka nimati? Baraka bo'lsa-chi desa o'sha narsa bo'lmaydi. Mana Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu shu barakalari haqida bir odam 1000 ta tuya yetalab kelib qoldi. Kim oladi 1000 tangadan? Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu aytdilarki, "Men olaman" dedi. Boshqa yonlardagi savdogarlar olishmadi. Tuyalarni haydab qo'raga qo'ydilar. Hali zanjirini qo'yib qo'ymaslardan bir xaridor keldida, "Bu tuya kimniki?" "Ha, meniki." "Sotasizmi?" "Ha, sotaman." "Qanchadan?" "Nechi puldan olasiz?" "1000 tangadan bo'lsa hammasini olaman." "Sotdim 1000 tangadan" dedilar. 1000 tangadan sotdilar. Hali pulni berib, o'rni so'vigan yo'q, yana pul keldimi? Shunda savdogarlar aytdiki, "Ya Abdurahmon, bu 1000 tangadan olib 1000 tangadan yana sotdingiz. Qayerda foyda qildingiz?" dedilar. "Juganiga qaranglarchi" dedilar. Jugani kumushdan ekan, juganini yechib oluvdik. Tuyani o'zini 1000 tangadan sotib, juganini alohida sotsak, tuyani yarim puli bo'lar ekan. Menga kifoya qiladi degan ekanlar. Ana Alloh subhanahu va taolo mol dunyoga agar baraka berdi. Endi inson debdilar, o'zini malomat qilsin. Nimaga desa, agar barakasi bo'lmasa, agar chunki agar men yolg'on gapirmaganimda albatta baraka bo'ladi deydi. Lekin haliga aytganimizdek, nafs, shayton shu darajada harakat qilar ekanki, shu yolg'on gapir, yolg'on qil, hiyla qilgin. Endi bir narsa borki, kim hiyla qilsa, Alloh taolo ham hiyla qiladi. Alloh nima desa, hiyla qiluvchiroq. Kim hiyla qilsa, Alloh hiyla qiladi. Agar bir bandaga bitta hiyla qilsa, Alloh taolo uni tepasida 1000 ta hiyla qiladi deydilar. Keyin yurilaveradi. Qaytaman adashdimikin, qaytdan hiyla qilmasa-chi, Alloh ham hiyla qilmaydi. Endi Alloh subhanahu va taolo albatta ko'ruvchi zot, albatta biluvchi zot. Alloh taoloning ko'rishligi qorong'ida ham kunduzidaqa ko'rgandaqa ko'radi. Uzoqdan ham yaqindaqa ko'rgandaqa ko'radi. Alloh taoloning ko'rishligidan devor to'smaydi. Qarang, Allohning ko'rishligidan devor to'smaydi, tom to'smaydi. Daraxt to'smaydi deyapti. Alloh taolo uxlamaydi, hatto mudramaydi deydi. Endi shu olga ko'rsatib hiyla qiladigan bo'lsak, Alloh ko'rmay qoladi deysizmi? Albatta Alloh ko'radi. Kim agar xonadonimda baraka bo'lsin, topayotgan pulimga Alloh taolo boylikni bersin va u pulni men yaxshilikka ishlatay desa, yaxshilik qilsin, uni halol bo'lsin, yolg'on gapirma.
Bu dunyoda ham Alloh subhanahu va taolo azizi mukarram qiladi. Qiyomat kunida-chi desa, qiyomat kunida payg'ambarimiz yonlarida turadi. Jannatda-chi desa, payg'ambarimizning bir va'dalari borki, kim yolg'on gapirishlikka kafil bo'ladigan bo'lsa, yolg'on gapirmayman deb o'ziga kafil bo'ladigan bo'lsa, men uni jannatligiga kafil bo'laman deganlarda. Endi bir o'ylab ko'ring, barakani ketkizsa, boylikni ketkizsa, ya'ni bu dunyoda xorlik bo'lsa, qiyomat kunidagi xorlik bo'lsa, jannatda kirmasdan do'zaxi nima bo'ladigan bo'lsa. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al-kazzabu la ummati, yolg'onchilar meni ummatim emas deyaptilar-da. Lekin 3 ta o'rinda yolg'on gapirsa durust debdilar. 3 ta o'rinda. Biri eri xotinni yarashtirib yorishlik uchun yolg'on gapirsa yarashib ketadi. Shunda gapiriladi debdilar. 2 ta o'rtaq urushib, bir-biri bilan orozlashib, bir-biridan yuz ko'rmas bo'lib ketdi. Agar bir yolg'on gapiriladigan bo'lsa, o'sha o'rtaq bir-biri bilan yaxshi yarashib ketadigan bo'lsa yolg'on. Va urushda debdilar. O'sha yurtiga bir dushman bostirib kelsa, shu joyda debdilar, yolg'on gapirib, hiyla qilsa, undan boshqa o'rinda esa, undan boshqa o'rinda mumkin emas debdilar. Chunki al-kazzabu la ummati, yolg'onchilar meni ummatim emas deyaptilar-da. Alloh saqlasin. Hajlarni qilsa, umralarni qilsa, xayr-u saxovatlarni qilsa-yu, qiyomat kuniga borganda, "Yo Rasululloh, men sizni ummatingizman" deb borsa, "Sen meni ummatim emassan, chunki sen yolg'onchisan." Chunki musulmon odam yolg'on gapiradimi desa, yolg'on gapirmaydi deganlar-da. Musulmon odam namoz o'qimaydimi? Namoz o'qimasligi mumkin. Aroq ichadimi? Aroq ichishi mumkin. Zino qiladimi? Zino qilishligi mumkin. O'g'irlik qiladimi? O'g'irlik qilishi mumkin. Musulmon odam yolg'on gapiradimi deganda, yolg'on gapirmaydi degan ekanlar. Tasavvur qilyapsizmi? Yolg'on gapirmaydi degan. Endi mana hiyla degan narsa bor. Keyin mana o'g'irlik degan narsa bor. Mana o'g'irlikning kasobatisi qaytadi deydilar. Mana katta pul aylanadigan joylarda xo'jayin bilib o'tiribdimi deydi, bittani sug'uratda. Atrofga qaraydi, cho'ntakka kirib ketadi. Hech kim bilmaganga o'xshaydi, lekin Alloh bilib turibdi-yu. Alloh ko'rib turibdi-yu. 1 so'm qilib to'plangan narsani Alloh optim olib qo'yishi ham mumkin-da. Bir qadrdon aytadi, bir joyda shuni ma'ruza qilib bersam, bir opoq aytadi. Men yoshligimda dadam rosa puldor bo'lganlar deydi. Rosa puldor bo'lganlar. 1 so'm pul dadamni pullarini ichidan olib qo'ysa bilinmas edi deydi. Olardim, kunda olardim. 2 kunda pul dadam ham berardilar pul, men 1 so'mdan kunda olardim deydi. Keyin o kattaroq bo'lib qolganimda 3 so'm olishni boshladim deydi. Keyin o o'qishga kirganimda 5 so'm olishni boshladim deydi. Vaqti soati yetib, otam o'tib ketdi, moli dunyo menga qoldi, o'zim oliy ma'lumotli bo'ldim. Endi o'zim qilgan ishni o'g'lim qilmasin deb, men pulni qulublab yurdimki, menda to'xtasin shu o'g'irlik. Shu men o'g'irlik qildim, menda to'xtasin, meni o'g'limga o'tmasin deb, o'g'limdan nima qildim-da deydi. Rosa ehtiyot qildim. Haqiqatda o'g'lim 1 so'm ham olmadi, 3 so'm ham olmadi, 5 so'm ham olmadi. Vaqti soati yetib uyladim. Bir kun deydi, uyimizga odam keldi. O'g'lingiz $200,000 qarz bo'lib qoldi. Ekspertdan tushib qo'ydi. Adina ekspertdan tushib qo'ydi. $200,000 undan bundan olgan ekan, shuni bersiz deb keldi. Uylarimizga cho'r sotildi, mashinalarimizga cho'r sotilib, ko'chada ijarada qoldi deyapti. Xudoni ko'ryapsizmi qanday hiyla qilishligini? O 1 so'mdan olingan narsa o o'g'ilga kelganda shunday kattani qilib chiqarib yuboryapti-da. Inson ekanmiz, qilgan qiliqlarimizga yarasha boshimizga kelar ekan-u, bu 2 ta ko'zimiz ko'rar ekan-u, aqlimiz ishlamas ekanda, o'shanda shu ishni qilmaganimda shu ish bo'lardi deymiz-u, endi qilib bo'lganmiz-da. Shuning uchun ish qilishlikdan oldin ertaga farzandimdan shu narsa qaytsa-chi? Ana misol savdogar, shogird bo'lsangiz, ertaga albatta siz ham savdogar bo'lasiz-da. Savdogar bo'lsangiz, shogird bo'lsangiz, shogirdingizdan qaytib tursa. Shuning uchun shogirdlikda shu darajada bo'lish kerakki, ertaga meni shogirdimdan men qilgan ish qaytib kelsa, o'zim ko'taralamanmi? Vaholanki keltiriladi. Ustoz
otangdek ulug' deyilganda qarang. Ana savdogarchilikda bo'ladimi, ilmda bo'ladimi, nimada bo'lsaki bir narsani o'rgatdimi, o'shani ustoz deyiladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni